94 yoshar kampirni farosatini qaranglarda. Bu narsani video qilib chiqarmasam bo'lmas edi. Mana xonasiga kirmasimdan oldin menga udobni bo'lish uchun hamma narsasini olib qo'yadi. Keyin o'zi taxlab qo'yadi. Gapi injiqligida emas, prosta odamni hurmat qilishida, farosati kuchliligida. 94 yosh bo'lishiga qaramasdan ovqat yeb bo'lgandan keyin idishlarini sirazi o'zi olib, yuvib, artib joyiga taxlab qo'yadi-da. Inakda keling, men o'zim qilaman, o'zim yuvaman desam, yo'q, rahmat. Men 94 yosh bo'lsam ham o'zimda orqamda o'zim tozalayman. Qachonki men uchun birov qilsa, men tamom bo'lgan bo'laman deb aytadi-da. 94 yoshga yetganimda ham sababi shu, har doim harakatda bo'lganim. Yotgan odam faqat kasal bo'ladi deb aytadi. Nevaralariga o'yinchoqlar tikib beradi, ruchnoy qilib. Короче, shu primer olish kerak bu kampirdan. Yosh kattalarda men misol kampir chol deb gapirganim bu sheva, prosta kitobiy sheva u. Kitoblarda ham, misol ertaklarda ham kampir bilan chol bo'lgan ekan deydi. Bu уважать qilmas ekan, ularni hurmat qilmas ekan deganim emas. Bir ikkita aqllilar yozdi-da, "Voy, sizga kampir desa yoqadimi?" deb. Xullas, men bugun bu uylardan chiqmasam kerak deb o'ylagan edim. Tez ishlab qochib chiqib ketdim oxiri. Klientim BMWdan metrogacha olib borib qo'ydi. Metroda yana 1 soatlik yo'l yurib uyga yetib oldim. Uyga har doimgidek bitta piyoz olishga kiruvdim. 2 sumka narsa ko'tarib chiqdim. Kelsam xo'jayinim shunaqa shirin ovqat qilib qo'ygan ekanlar, baraka topsin. Keyin bir ikkitasi savol beradi, "Eringiz ishlaydimi?" deb. "Voy, конечно ishlaydi. Hozir ishlamasdan o'tiradigan zamonmi?" Xo'jayinimning ishi prosta stabilniy. Bir xil vaqtda borib, bir xil vaqtda keladi. Uyga kelsam, Shahrizodani 2 kundan keyin dugonasining tug'ilgan kuni ekan, ruchnoy shunaqa otkritkalar qilib podarka qilibdi. Chiroyli chiqibdi, maqtab qo'ydim. Молодец. Yoqqan bo'lsa like, podpiska bosib qo'yinglar, xursand bo'laman. Yoqmaganlar iltimos 5 kommentariy o'tkazib yuboringlar.